Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, pensionerning farzandi, nafaqa hujjatini tayyorlayotgan har bir fuqaro uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2020-2024 yillarda indeksatsiya natijasida pensiyalar real summada qanchaga oshdi? Kimning pensiyasi qanday o'zgardi? Va eng muhimi, siz o'zingizga to'g'ri hisoblanganmi, yo'qmi? Qanday tekshirishingiz mumkin? Bu ma'lumotni bilmaslik oddiy xato emas. Ba'zan odam pensiyasi oshganini ko'radi, lekin qancha foizga oshishi kerak edi? Qaysi sanadan boshlab qo'shilishi kerak edi? Minimal pensiya chegarasi unga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Buni bilmaydi. Natijada ayrimlar yillar davomida kamroq pul olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy tushuntirishlar sizga va yaqinlaringizga bevosita pul masalasida yordam beradi. Avvalo indeksatsiya nima ekanini oddiy qilib aytaman. Indeksatsiya bu pensiya, nafaqa, ish haqi yoki stipendiya kabi to'lovlarni davlat tomonidan ma'lum foizga oshirishdir. Nega oshiriladi? Chunki narxlar ko'tariladi, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon, transport, kiyim-kechak xizmatlar qimmatlashadi. Agar pensiya bir joyda turib qolsa, pensionerning real xarid qobiliyati kamayadi. Masalan, 2020 yilda 500 ming so'mga bir oyga yetadigan ayrim xarajatlar yopilgan bo'lsa, 2024 yilga kelib o'sha xarajatlar uchun ancha ko'proq pul kerak bo'ladi. Shu sababli davlat vaqti bilan pensiyalarni indeksatsiya qiladi. Lekin odamlar ko'pincha bitta narsani aralashtirib yuboradi. Pensiya oshdi degani har doim hammaning qo'liga bir xil summa qo'shildi degani emas. Kimdir 7 ming so'm ko'proq oladi, kimdir 7 ming so'm, kimdir 300 ming so'mdan ham ko'proq. Chunki indeksatsiya foiz bilan hisoblanadi. Pensiya summasi qancha yuqori bo'lsa, foiz hisobidagi qo'shimcha ham shuncha katta bo'ladi. Masalan, 20 million so'm pensiyaga 10% indeksatsiya bo'lsa, 7 ming so'm qo'shiladi. 2 million so'm pensiyaga 10% bo'lsa, 200 ming so'm qo'shiladi. 2020-2024 yillarda pensiyalar bir necha marotaba oshirildi. Men bu yerda asosiy indeksatsiya koeffitsiyentlarini tushuntiraman. 2022 yilda pensiya va ijtimoiy to'lovlar 7% ga oshirilgan davr bo'ldi. 2022 yilda 10% lik oshirish bo'ldi. 2022 yilda avval 12%, keyin yana 10% lik oshirishlar bo'ldi. 2023 yilda 7% va yana 7% miqdorda oshirishlar amalga oshirildi. 2024 yilda esa pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar 25% ga oshirilgan davr muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Endi eng asosiy savol: agar inson 2020 yil boshida masalan 1 million so'm pensiya olgan bo'lsa, indeksatsiyalar ketma-ket qo'llangandan keyin 2024 yilga kelib taxminan qancha bo'lishi kerak? Bu yerda har bir oshirish oldingi oshirilgan summa ustiga qo'shiladi. Ya'ni 1 millionga 7% qo'shib, keyin yana dastlabki 1 millionga emas, oshgan summaga 10% qo'shiladi. Shu tarzda murakkab o'sish paydo bo'ladi. Agar 2020 yil boshidagi pensiyani shartli 20 million so'm deb olsak, 7% dan keyin 1 million 7 ming so'm bo'ladi. Keyin 10% qo'shilsa, 1 million 177 ming so'm atrofida bo'ladi. Keyin 10% qo'shilsa, 1 million 36 ming so'mga yaqinlashadi. Keyin yana 10% qo'shilsa, 1 million 1 ming so'm bo'ladi. 2023 yildagi 7%lardan keyin summa 1 million 660 ming so'mdan oshadi. 2024 yildagi 25% qo'shilgach esa 2020 boshidagi 1 million so'm pensiya taxminan 1 million 990 ming so'm atrofida bo'ladi. Demak, faqat indeksatsiya hisobidan umumiy o'sish qariyb 91% ga yaqinlashadi. Bu juda muhim raqam. Chunki odamlar ko'pincha pensiyam 2 barobar bo'lmadi-ku deydi. Ha, rasmiy indeksatsiyalar yig'indisi oddiy qo'shish bilan hisoblaganda 6% ga o'xshab ko'rinishi mumkin. 7 iyun, 2 iyun, 7.25. Lekin amalda ular bir-birining ustiga qo'llangani uchun yakuniy koeffitsient yuqoriroq bo'ladi. Taxminan 90 ming barobar. Shu bilan birga har bir pensionerda real summa pensiyaning turi, ish staji, ish haqi bazasi, ustamalar, minimal kafolatlar, qayta hisoblashlar va qonunchilikdagi alohida normalarga qarab farq qilishi mumkin. Endi men eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni raqamlar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 2020 yil boshida fuqaro 500 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Agar uning pensiyasi faqat umumiy indeksatsiya bo'yicha oshgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu summa taxminan 904 ming so'm atrofiga chiqadi.
Ya'ni qo'shimcha o'sish 44 ming so'mga yaqin. Lekin bu past pensiya bo'lgani uchun unga minimal pensiya chegaralari, kam ta'minlanganlikka oid qo'shimcha to'lovlar yoki minimal iste'mol xarajatlari bilan bog'liq alohida mexanizmlar ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli past pensiya oluvchilarning oshishi ba'zida oddiy indeksatsiya hisobidan ko'proq ko'rinadi. Ikkinchi misol, 2020 yil boshida 800 ming so'm pensiya olgan inson indeksatsiyalar ketma-ket qo'llansa, 2024 yilga kelib uning pensiyasi taxminan 20 million 727 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Qo'shimcha o'sish taxminan 7-7 ming so'm. Bu yerda odam menga har safar 7%, 10% deyishdi. Lekin qo'limga tushgan pulda farq boshqacha bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Sababi oddiy, ayrim oyda oshirish oyning boshidan, ayrimida ma'lum sanadan qo'llanadi. Bank kartasiga tushgan pulda eski qarzdorlik, plastik karta ushlanmasi, aliment, ijro hujjati bo'yicha ushlov yoki avvalgi oy uchun qayta hisoblash aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, 2020 yil boshida 20 million 200 ming so'm pensiya olgan fuqaro 2024 yildagi indeksatsiyalardan keyin bu summa taxminan 2 million 290 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Qo'shimcha o'sish 20 million 90 ming so'm atrofida. Bu misolda pensionerning pensiyasi nisbatan yuqoriroq bo'lgani uchun har bir foizning pulda ko'rish ham kattaroq. Masalan, 25% oshirish 20 million so'mlik pensiyada 1 ming so'm bo'lsa, 1 million so'mlik pensiyada 300 ming so'm bo'ladi. To'rtinchi misol, 2020 yil boshida 2 million so'm pensiya olgan inson 2024 yilga kelib indeksatsiyalar bo'yicha bu pensiya taxminan 3 million 19 ming so'mga yaqinlashadi. Ya'ni deyarli 20 million 12 ming so'mga oshgan bo'ladi. Bu ayniqsa uzoq yillik stajga ega, yuqori ish haqi bilan ishlagan yoki alohida toifa bo'yicha ustama oladigan pensionerlarda uchraydi. Endi kimlar albatta o'z pensiyasini tekshirish kerak? Birinchidan, 2020-2024 yillarda pensiyaga chiqqanlar. Chunki sizning pensiyangiz 1 yil ichida tayinlangan bo'lsa, sizga barcha indeksatsiyalar boshdan qo'llanmaydi. Masalan, 2022 yil oxirida pensiyaga chiqqan odam 2020 va 2020 yildagi oshirishlarni tayinlangan pensiyasining tarkibida ko'rishi mumkin. Lekin keyingi indeksatsiyalar unga alohida qo'llanadi. Bu yerda hisob-kitob sanasi juda muhim. Ikkinchidan, ish staji bo'yicha hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Ba'zida fuqaro sovet davrida kolxozda, zavodda, qurilishda, tashkilotda ishlagan bo'ladi. Lekin mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, muhr xira, arxiv ma'lumot topilmagan yoki ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Natijada pensiya pastroq tayinlangan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya esa past tayinlangan pensiya ustiga qo'llanadi. Ya'ni asos noto'g'ri bo'lsa, keyingi oshishlar ham noto'g'ri asosdan hisoblanadi. Uchinchidan, minimal pensiya oluvchilar. Chunki minimal miqdorlar, qo'shimcha to'lovlar va ayrim kavlatlangan eng kam darajalar yillar davomida o'zgargan. Agar pensioner mening pensiyam eng kam pensiyadan ham pastga o'xshaydi deb shubha qilsa, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya tayinlash varaqasi va qayta hisoblash ma'lumotlarini so'rashi kerak. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Chunki bu toifalarda oddiy yoshga doir pensiyadan farqli qoidalar bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila a'zolari soni, boquvchining staji va ish haqi bazasi muhim. Nogironlik pensiyasida nogironlik guruhi, sabab, staj, tibbiy xulosa sanasi va qayta ko'rik natijalari ahamiyatli. Ijtimoiy nafaqada esa mehnat staji yetarli bo'lmagan shaxslar uchun alohida tartib qo'llanadi. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar siz har oy pensiya miqdori bo'yicha SMS olsangiz, kartaga to'lovlar muntazam tushsa, pensiya tayinlanganidan keyin barcha oshirishlar aniq aks etgan bo'lsa, qarzdorlik yoki ushlanma bo'lmasa va sizda staj yoki ish haqi bo'yicha bahsli hujjat yo'q bo'lsa, katta xatolik ehtimoli kamroq. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya miqdori qanday shakllanganini tekshirish foydali. Chunki bu sizning qonuniy daromadingiz. Eng birinchi nozik jihat. Indeksatsiya har doim ham siz kutgan oyda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Masalan, oshirish ma'lum sanadan kuchga kiradi, lekin to'lov amaliyoti qayta hisoblash, bankka uzatish muddatlari sababli ayrim hollarda farq keyingi oyda qo'shib beriladi. Shuning uchun bitta oyga qarab menga oshmadi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Kamida 2-3 oy to'lovlarini solishtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya kartasiga tushgan summa bilan tayinlangan pensiya summasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan,
pensioner kredit olgan, bank avtomatga yechib qo'ygan, ijro byurosidan ushlanma bor. Aliment yoki qarzdorlik bo'yicha ushlov bor. Kommunal to'lovga avtomatik to'lov ulangan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiyam kam tushdi degan xulosa chiqarishdan oldin bankdan karta aylanmasi ko'chirmasini olish kerak. Uchinchi nozik jihat, pensiyani qayta hisoblash uchun faqat oshirish bo'ldi degan gap yetarli emas. Agar siz qo'shimcha staj topgan bo'lsangiz, arxivdan ish haqi ma'lumotini olgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasidagi yozuvni tasdiqlagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Davlat organi ayrim ma'lumotlarni elektron bazadan ko'rishi mumkin. Lekin eski yillardagi hujjatlar har doim ham avtomatik topilavermaydi. Ayniqsa 1990 yillar va undan oldingi davrlar bo'yicha arxiv hujjatlari muhim. 4-nozik jihat. Minimal miqdorlar bilan indeksatsiya bir xil tushuncha emas. Indeksatsiya sizning mavjud pensiyangizni foizga oshiradi. Minimal miqdor esa davlat belgilagan eng past chegaraga yaqinlashtirish yoki undan past bo'lmasligini ta'minlash mexanizmi. Masalan, insonning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lsa, unga minimal darajaga yetkazuvchi qo'shimcha berilishi mumkin. Keyingi indeksatsiyada esa hisoblangan qism ustama yoki qo'shimcha alohida tartibda aks etishi mumkin. Shuning uchun oddiy kalkulyator bilan menda aynan shuncha chiqish kerak deb keskin xulosa qilishdan ehtiyot bo'lish kerak. 5-nozik jihat, pensiyaga chiqqandan keyin ishlayotgan pensionerlar. Ayrimlar men ishlasam pensiyam oshmaydimi deb so'raydi. Umumiy indeksatsiya odatda pensiya oluvchilarga nisbatan qo'llanadi. Lekin ishlayotgan pensionerning boshqa masalalari ham bor. Keyinchalik qo'shimcha ish staji hisobga olinadimi? Qayta hisoblash shartlari qanday? Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'liq topshirilganmi? Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsa, u belgilangan tartibda qayta hisoblash masalasini o'rganishi kerak. 6-nozik jihat. Pensiya tayinlan sanani unutmaslik. Masalan, 2 kishi bor. Birinchisi 2020 yil yanvarida pensiyaga chiqqan, ikkinchisi 2023 yil yanvarida pensiyaga chiqqan. Ikkalasi ham 2024 yilda pensiya oladi. Lekin ularning indeksatsiya tarixi bir xil emas. Birinchisi 2020-2024 oralig'idagi barcha oshirishlarni ketma-ket ko'rgan bo'ladi. Ikkinchisiga esa pensiya tayinlangan paytdagi qonuniy bazaga ko'ra hisoblanadi va undan keyingi oshirishlar qo'llanadi. Shuning uchun qo'shnimniki shuncha oshdi, meniki nega boshqacha degan solishtirish har doim ham to'g'ri emas. 7-nozik jihat, turli ustamalar. Ayrim pensionerlarda orden, medal, faxriy unvon, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom. Nogironlik holati, parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki boshqa qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Bu ustamalarning hammasi ham bir xil foizda indeksatsiya qilinmasligi yoki alohida tartibda belgilanishi mumkin. Shuning uchun umumiy pensiya summasining tarkibini bilish juda muhim. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha, ushlanma bormi? Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. 2020 yildan 2024 yilgacha olgan pensiya summalaringizni yozib chiqing. Agar SMS'lar saqlangan bo'lsa, ularni oyma-oy ko'ring. Agar bank kartasiga tushgan bo'lsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Naqd olgan bo'lsangiz, to'lov qaydnomalari yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar orqali tekshirish mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan sanangizni aniqlang. Bu juda muhim. Siz 2020 yildan oldin pensiya olganmisiz yoki 2021, 2022, 2023, 2024 yillarda tayinlanganmi? Shunga qarab qaysi indeksatsiyalar sizga to'liq taalluqli ekanini tushunasiz. Uchinchi qadam, pensiya turi va tarkibini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini, yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami? Asosiy pensiya summasi qancha, ustama bormi? Minimal darajagacha qo'shimcha bormi? Ushlanma bormi? Bularni bilmasdan to'g'ri hisoblab bo'lmaydi. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki MyBotakov.uz orqali elektron murojaat yuboring. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam 2020-2024 yillardagi indeksatsiyalar bo'yicha to'g'ri qayta hisoblanganini tekshirib berishingizni, pensiya miqdorining tarkibi, indeksatsiya qo'llangan sanalar va qayta hisoblash natijalari haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Eng muhimi, og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Yozma yoki elektron murojaat qoldirsangiz, javob ham rasmiy bo'ladi. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlang.
pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, diplom yoki kunduzgi o'qish davriga oid hujjatlar, bolalar parvarishi davriga aloqador hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumotlar, o'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin sizning holatingizga tegishlilarini yig'ing. 6-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasining respublika darajasidagi organlari yoki tegishli vazirlik tizimi orqali murojaat qilish mumkin. Agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, prokuratura, adliya organlari yoki sud tartibi ham mavjud. Lekin sudga borishdan oldin hisob kitobni, rasmiy javobni va barcha hujjatlarni to'liq yig'ib oling. 7-qadam. O'zingiz uchun oddiy nazorat jadvali tuzing. Masalan, bir ustunga oy va yilni yozing. 2-chi ustunga bankka tushgan summani. 3-chi ustunga rasmiy pensiya summasini. 4-chi ustunga ushlanmalarni. 5-chi ustunga izohni yozing. Shunda qaysi oyda oshgan, qaysi oyda kam tushgan, qaysi oyda qayta hisoblash bo'lganini aniq ko'rasiz. Bu juda oddiy ish, lekin ko'p nizolarda aynan shu jadval odamga yordam beradi. Yana bir amaliy misol beraman. Faraz qilaylik. Onaxon 2020 yil boshida 700 ming so'm pensiya olgan. Umumiy indeksatsiya bo'yicha 2024 yilga kelib bu summa taxminan 1 million 336 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin onaxonning kartasiga 1 million 220 ming so'm tushyapti. Darrov xulosa qilmaymiz. Birinchi savol, 6 ming so'm farq nimadan? Bank kredit ushlaganmi? Ijro hujjati bormi? Minimal qo'shimcha tarkibi o'zgarganmi? Pensiya tarkibida alohida ustama bormi? Tayinlangan sana 2020 boshimi yoki keyinmi? Shana shu savollarga javob topilgandan keyin xatolik bormi yo'qmi aniqlanadi. Yana bir misol. Otaxon 2022 yilda pensiyaga chiqqan va 2020 yildan beri 91% oshgan deyishyapti. Nega mening pensiyam 91% ga oshmadi deydi. Bu holatda tushuntiraman. Siz 2020 boshidan pensiya olmagansiz. Sizning pensiyangiz 2022 yilda o'sha davrdagi tartib bilan tayinlangan. Sizga undan keyingi indeksatsiyalar qo'llanadi. Shuning uchun sizning o'sish foizingiz 2020 yildan beri pensiya olayotgan odamnikidan farq qiladi. Demak, 2024 yillarda pensiyalar bir necha bosqichda oshirildi va 2020 yil boshidagi pensiyaga nisbatan umumiy indeksatsiya ta'siri taxminan 1.1 barobargacha yetishi mumkin. Lekin har bir odamning real summasi pensiya tayinlangan sana, pensiya turi, staj ish haqi bazasi, minimal kafolatlar, ustamalar va ushlanmalar sababli farq qiladi. Mening asosiy maslahatim. Faqat qo'shnining pensiyasi bilan solishtirmang. O'zingizning pensiya tarkibingizni rasmiy tekshirtiring. Bank ko'chirmasini oling, hujjatlaringizni yig'ing. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va hisob kitobni talab qiling. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar sizning pensiyangiz 2024 yillarda qanday oshganini yozsangiz, izohlarda birga tahlil qilamiz. Qaysi yili pensiyaga chiqqansiz? Hozir qancha olasiz? Oldin qancha olgansiz? Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oila byudjetiga ta'sir qilishi mumkin.